Yandex qilmay men o'lay. Kobalt meni bitta ham ko'karmadim. Mana endi Malibuni 32 yilga $500 oldim. Здравствуйте deb скромный biznesda. Девушка, сдача. Братуха, не надо. Ой, joningni. Birinchi vizitmi? Первик vizit. Assalomu alaykum. Yandex chaqiruvdilarmi aka? O'zimni chiya borim. Kelding ukam. Ketingni ochib bor mollarni yuklaymiz. Yana Malibuda ketamizmi? Bevayda chaqirmabsan-da. Bo'ldi aka, ochaman. O'zi menga bitta ham sog' odam uchramaydi. Sen tasha olmayapsan. O'zingdan jazob tashagan. Kuchlar bilan tez. Akalar, Malibuda paklashganmi? Ukam, musor moshinga sig'madi. Orqasiga ortib yetib olamiz. Ey, urganimda-chi, ikkovingni xotirangni fleshkaga o'tkazib qo'yaman hozir. Ey ukam, puldan muammo qilma, pul ko'p. O Yandex ekan. Bular bilan o'ynashma, puli ko'p. Uyida taqosi bor. Yo'q, beringlar aka, o'zim yuklayman. Ukam, biznes nima faqat Yandexchilardami? Bizlarda katta bizneslarimiz bor. Prosta o'zimiz jinnilikka solib yuramiz. Akalar, o'tiringlar, xijolatga qo'ymay, o'zim qilaman. Qiyomatli akalarimni topdim. Bu Brand Rose do'koni. O'zimizga qarashli. Kibrni sindirish uchun shunaqa yuribmiz. Borsa aylanib turgan biz kasal ishimiz bor. Chop ukam. U onasini emsan, yelkamga baxt qushi qo'ndi. Aktyorlarga o'xshab kambag'al bo'lib kiyinib olganda bo'lardi. Senim vaziyatni tushuntirmaysizmi? Bu Brand Rose do'koni 20-oktyabrgacha do'konimizga katta skidka ketyapti. Shim, oyoq kiyim, vitrovkalarimiz barchasi 99 ming so'mdan. Uni aytganimni buni hamma biladi-yu. Onalar kimlar, boshliqmi? Jon aka, iltimos qilyapmiz. Erkak kishini iltimos qilganini ko'rganmisiz? Aka, baklashga so'rayapmiz. Joningiz so'raganmiz yo'q, aka. Ularmi har kuni kelib yalinib baklashga ketirib ketadi. Yo, onangni emgirlar. Yandexchilarda o'yin qildingmi? Big'illataman. Rahmat senim. Yandexchilar senlarga o'yinchoq bo'lib qoldimi? Bittadan tupursa ham cho'yib ketasanlar. Endi shu qilganlaringga ham o'tirasanlar. Aka, balki kerak emas-da. O'tir, big'illataman. Onangni emgirlar. Yandexchilar o'yin qilgan.